Albatta bizni payg'ambarimiz o'liklarni tiriltirar edi. Buni musulmonlar orasida hamma biladi. Holbuki sizning payg'ambaringizning bunday mo'jizasi yo'qdir. Ey rohib, men payg'ambar emasman. Faqatgina payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ergashgan oddiy bir musulmonman xolos. Agar o'likni tiriltirsam, Muhammad alayhisalomning ustun ekanini qabul etib, unga iymon keltirasanmi? Ma'qul, iymon keltiraman. Qabrlardan birini ko'rsatsa payg'ambarimizning ustunliklarini ko'r. Bo'pti, qani ketdik unda. Mana shu qabr. Bu sen ko'rsatgan qabrda yotgan kishi dunyoda ashulachi edi. İstesang Allohning izni bilan uni ashula aytayotgan holda tiriltiramiz. Shuni xohlaysan? Mayli, shunday bo'lsin. Ey qabr ahli, Allohning izni bilan o'rningdan tur, tiril. Ishondim. Payg'ambaringiz Muhammad alayhisalomning ustunligiga, uning Allohning quli va rasuli ekanligiga ishondim. Allohning yagona ekanligiga ishondim. Ya marhaba.